Alisher aka, keling bolalarning qilgan ishini ko'ring, aka. Bolalaringizni. Yosif bekor ishlayapti. Qo'lingiz kuyadi. Instrument, bizning instrument, okey. Biz foydalanamiz. Buni ikkinchidan videoda biz hali ishlaganimiz yo'q. Bu yerda bolalar ishlagan, to'g'rilaganiga kelganmiz, okey. Bu narsa okey, ustalik uchun bu. Klient tekshirib olmaydi. Siz bilan kelishganimizda ham okey, Lusifga qabul qilaman demagansiz. Mana bu Lusifga topshiraman demaganman, okey. Hozir shu holatda o'zida 70% devol tayyor turibdi. Bu strashniy ko'rinayotgani, hozir men eshikni ochaman, ko'rinmaydi bu narsa, bilmaydi, ana shu. Mana bular strashniy narsa yo'q bu yerda. Bu biz uchun, statli topshirishimiz uchun kerak bo'ladigan instrument. Agar mana shu narsaga topshirgan deydigan bo'lsangiz, okey, mehnati ham, vaqti ham ancha murakkab bo'ladi, puli ham shunga yarasha murakkab bo'ladi. Siz bilan hozir ishlayotgan haqingizdan ustiga 3-4 barobar qo'shib berasiz, okey? Ertaga yashayotganingizda galagenni o'rniga, birovning o'rniga shuni qo'yib qo'ymaysiz devoringizga. To'g'rimi, okey? Yo galagenni yorug'i bilan devor yoriladi.